Assalomu alaykum O'zbekiston. Men Germaniyaga qaytdim va bugun makkajo'xorimni tekshiraman. Makkajo'xori ekilgan joyimda ikkita qiziqarli narsa. 25 kun avval bu yerga gerbitsid sepgan edim va ko'rib turganingizdek. Hozir barcha begona otlar qurib qoldi. Men maxsus gerbitsid qo'lladim. Uning tarkibidagi kimyoviy modda dikamba. Har bir litrida 700 gram dikamba mavjud. Bu ikki barg begona otlarga qarshi juda yaxshi mahsulot. Yana bir qiziqarli jihati shundaki, o'tgan yili bu dalada bug'doy ekilgan edi. Bug'doydan keyin biz siderat ekdik va hech qanday ishlov bermadik. Bu yerga 30-aprelda notil, ya'ni yerga ishlov bermasdan ekilgan. Mana ko'rib turganingizdek somon poyalari yer yuzida turibdi. Barcha somon poyalari yer yuzida. Germaniyada hozir bir oy ketma-ket kam yomg'ir yog'moqda. Bir necha kun oldin yomg'ir yana yog'di. Lekin notil texnologiyasi tufayli biz suvni juda yaxshi saqlab qolamiz. Mana bu o'simliklarga qarang. Hozircha ularda hech qanday namlik tanqisligi sezilmaydi. Endi esa yer haydalgan dalani ko'rib chiqamiz. Mana solishtirish uchun, bu boshqa fermerning dalasi. Meniki emas va u yerga 2 marta ishlov berdi. Birinchisini kuzda. Keyin dalani tayyorlash uchun yana bir marta qishda. Balki 3-martasini bahorda qiladi. Aniq bilmayman, lekin kamida 2, ko'pi bilan 3 marta ishlov beradi. Yer yuzasiga qarasangiz, bu yerda ham ozroq somon topasiz. Lekin unchalik ko'p emas, ko'rib turganingizdek, bir necha kun oldin yomg'ir yog'ganidan keyin yerning beti qotib, qatqaloq bo'lib qolgan. Shudgor qilinmagan dalaga qaraganda ancha ko'p. Shuning uchun ham o'simliklar unchalik kuchli emas. Mana barglariga qarang. Yoki bu yerdagilarga. Yer zichlashib qolgan, havo qolmagan. Bu makkajo'xori menikidan 10 kun oldin ekilgan. Lekin yerga ishlov berilgani uchun ahvoli boshqacha.